Bu video 72 soatdan keyin o'chib ketadi. Sababi hozirgi kunda odamlar diqqatini boshqarishni unutgan. Hayotiga qanaqadir foydali bo'lgan kontentni ko'rsa ham, keyin ko'raman deb baribir ko'rmaydi. Aynan bu videoga bunaqa hurmatsizlik bo'lishini xohlamayman. Shuning uchun bu videoni faqatgina sabr etadigan, diqqatini boshqara oladigan odamlar ko'rishini xohlayman. Chunki bu video Telegramdagi Maqsad yopiq kanalimizdan olingan. Klubga obuna bo'lish bo'lsa pulli. Keyingi 10 minutda siz uyqu mavzusi bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga asoslangan va tizimlashtirilgan qo'llanmani olasiz. O'ylaymanki, yangi yilda uyqu sifatingizni yaxshilab olishingiz uchun foydali bo'ladi. Assalomu alaykum hamjamiyatimiz a'zolari. Erta turish challenge'ini boshlaganimizdan keyin uyqu bo'yicha ko'plab savollar paydo bo'ldi. Bu nafaqat sizlarda, balki o'zimda ham. Bugun shu savollarga javob berishga harakat qilamiz. Uyqu muhimligi haqida hech kim bahslashmaydi. Har qanaqa sog'lom odam biladiki, uyqu bu tirik qolish uchun kerakli jarayon. Bu jarayonda tanamiz o'z-o'zini remont qiladi. Kun bo'yi yig'ilgan ma'lumotlarni tartiblashtiradi. Hujayralar tiklanadi. Miyadagi yangi neyron tarmoqlari shakllanadi. Xullas, har bir tanamiz qismida juda ham muhim jarayonlar o'tadi. Bu tushunarli. Lekin sifatli uyqu muhimligi haqida odamlar e'tibor ham bermaydi. Odatda muvaffaqiyat sirlari deb nomlangan treninglarda muvaffaqiyatga erishish uchun kamroq uxlab, ko'proq ishlash kerak deyiladi. Agar tarixdagi eng yomon maslahatlar degan ro'yxat bo'lganida, bu maslahat top 10 talikka kirgan bo'lardi. Chunki bu inson fiziologiyasiga qarshi narsa. To'g'ri, uyquni kamaytirib ham rostdan ham ko'proq ishlash mumkin. Lekin bu samaradorlik uzoqqa bormaydi. Undan keyin bo'lsa, tanangiz shunchaki ko'z oldingizda to'kilishni boshlaydi. Immunitet pasayadi, organizm ishlashda buzilishlar paydo bo'ladi. Va siz muvaffaqiyat oldiga yangi kasalliklarni bonus sifatida qabul qilib olasiz. Agar o'sha qisqa muddat ichida muvaffaqiyat erishgan bo'lsangiz albatta. Xullas, muvaffaqiyatli kasal bo'lasiz. Bundan tashqari bir tadqiqotga ko'ra, uyqu va iroda kuchini to'g'ridan-to'g'ri bog'liqligi bor. Tanaga kerakli miqdordagi uyqu berilmasa, inson impulsiv harakatga moyilligi oshadi. Ya'ni qaror qabul qilish sifati keskin tushadi. Aynan shu sababdan uyqudan mahrum qilish eng kuchli qiynoqlarga kiradi. Agar insonni har qanday narsaga rozi qildirmoqchi bo'lsangiz, uni shunchaki bir necha kun uyqudan mahrum qiling. U uxlash uchun hamma narsaga rozi bo'ladi. Uyqusiz odam o'zini shunchaki boshqara olmay qoladi. Chunki miya va tanani aloqasi butkul uzilgan bo'ladi. Endi shaxsan meni juda ham qiziqtirgan savol. Biz necha soat uxlashimiz kerak? Bu savol oddiy savolga o'xshaydi, lekin unaqa emas. O'rtacha kattalar uchun uyqu me'yori 8 soatga teng. Lekini bor. Bu me'yor har bir insonda har xil bo'lishi mumkin. Kimgadir 6 soat, kimgadir esa 9 soat yetadi. 2018-yildagi tadqiqotga ko'ra, hattoki 4 soat uyqu bilan ham ba'zi bir odamlar o'zlarini yaxshi his qilishi mumkin ekan. Bu genetika. Buni o'zgartirib bo'lmaydi. Shu sababdan 10 soat uxlaydigan o'rtog'ingiz erinchoq emas. Bu shunchaki uni tanasidagi fiziologiya. Buni ham tushundik. Endi keyingi savol. Nechida uxlashimiz kerak? Bu ham oddiy savolga o'xshaydi, lekin unaqa emas. Juda ham ko'p mutaxassislar soat 10 gacha uxlash kerak. Chunki bu vaqtda ma'lum bir gormonlar ishlab chiqariladi deyshadi. Bu yolg'on emas. Faqat bu standart hayot kechiradigan odamlar uchun to'g'ri keladi. Ya'ni agar insonga 8 soat uyqu yetarli bo'lsa, u ertalab taxminan 5-6 larda uyg'onsa, demak rostdan ham gormonlari o'sha kechasi soat 10 da ishlab chiqarilishni boshlaydi. Lekin hammaning uyqu tartibi har xil. Gormonlar bo'lsa, qo'lingizdagi soatga qarab ishlamaydi. Melatonin telefoningizga qarab, kech bo'lib qopti, endi ishga chiqsam bo'lar ekan demaydi. Gormonlar biologik soatga qarab ishlaydi. Biologik soatlaringiz bo'lsa, sizning uyqu tartibingizga bog'liq. Siz har kuni kechasi 1 da uxlashga yotsangiz, demak melatonin ham aynan o'sha vaqtga to'g'rilanadi. Ya'ni nechida uxlash muhim emas. Har kuni bir xil vaqtda uxlash muhim. Chunki tanangiz har kuni har xil vaqtga o'zgara olmaydi. Bir kun soat 10 da, bir kun soat 3 da tursangiz, tanangizda tartibsizlik boshlanadi va bu sog'lig'ingizga jiddiy zarar olib keladi. Endi melatonin gormoni nima? Melatonin aynan biologik soatlarimizga javob beradigan gormon. Uyqu tartibimiz ham shu orqali shakllanadi. Biologik soatimiz bo'lsa, juda ham murakkab tizim. Bu bitta generatorga ulangan 20 mingta nerv hujayralari degan. U tanamiz haroratini, gormonlar ishlab chiqarish vaqtini, metabolizm, ya'ni inson organizmidagi moddalar almashinuvini va energiyamizni boshqaradigan tizim hisoblanadi. Endi eng muhim joyga keldik. Bu tizim yorug'likka qarab ishlaydi. Ya'ni o'sha qabilalar davriga qaytamiz. Yovvoyi tabiatda biologik soat faqatgina quyoshga qarab ishlash mumkin bo'lgan. Ko'z quyosh yorug'ligini ko'rganida miya demak biz uyg'onishimiz kerak deydi. Biologik soat bizni kun boshlashga tayyor ekanligimizni tushunadi va kerakli bo'lgan jarayonlarni boshlaydi. Kechqurun bo'lsa teskarisi. Quyosh botgandan keyin yorug'lik ham ketadi. Bu degani boshqa jarayonlar boshlanishi kerak. Tana harorati pasayadi. Kerakli tizim ishga tushadi.
melatonin ishlab chiqariladi va inson uyquga ketadi. Ya'ni melatonin to'g'ridan-to'g'ri yorug'likka bog'liq. Biologik soatlarimiz boshlaydigan jarayonlar bo'lsa melatoninga. Bu degani biz biologik soatlarimizni yorug'lik orqali sun'iy boshqarishimiz mumkin. Agar siz O'zbekiston vaqtidan 12 soat farq qiladigan boshqa davlatga ko'chib ketsangiz, bir necha kunlardan keyin biologik soatlaringiz o'sha vaqtga, ya'ni o'sha joydagi quyosh chiqishiga va botishiga to'g'rilanadi. Unda siz absattor, nimaga quyosh 7 da botsa ham men soat 2 da uxlayman, ungacha uyqum kelmaydi deyishingiz mumkin. Buni ham sababi yorug'likda. Zamonaviy inson hayotida quyosh yorug'likning yagona manbai emas. Uyimizdagi lampochka yorug'liklari, ko'chadagi yorug'liklar va eng asosiysi ko'k yorug'lik chiqaradigan ekranlarimiz bor. Televizor, kompyuter, telefonlar, bularni hammasi miyani allaydi. Tushunmovchilik hosil bo'ladi. Ya'ni quyosh botdi, lekin yorug'lik hali ham bor. Shu sababdan melatonin ishlab chiqarish kamayadi. Bu o'z o'rnida qanday qilib uyquni tartiblasa bo'ladi degan savolga to'g'ridan-to'g'ri javob. Biz biologik soatlarimizni melatonin orqali to'g'rilashimiz kerak. Bu uchun yorug'lik bilan to'g'ri ishlashimiz kerak. Shu sababdan eng birinchi qilishimiz kerak bo'lgan narsa sun'iy yorug'likdan iloji boricha qochish. Bu ko'proq ko'k svetga tegishli. Uxlashdan oldin kamida 2 soat ko'zingiz ko'k yorug'likka qaramaslik kerak. Har qanday ekranlarni yig'ishtirish kerak. Juda ham ko'p telefonlarda ko'k svetni o'chirib qo'yadigan funksiyasi bor. Bu degani ekran umuman zarar yo'q degani emas. Bu shunchaki melatonin ishlab chiqarishga kamroq zarar yetkazadi. Ikkinchisi, uyqu vaqtida sizni ko'zingizga hech qanday yorug'lik tushmasligi kerak. Agar pardalaringiz yorug'lik o'tkazsa, oynani masalan sochiq bilan yopib qo'ysa bo'ladi. Har qanday sun'iy yorug'lik u juda kichik bo'lgan taqdirda ham uyqu sifatini kamaytirishi mumkin. Uchinchisi, bo'sh oshqozonga uxlash. Ovqat oshqozon ichak tizimida juda ham murakkab jarayonlarni ishga tushiradi. Bu esa tana to'laqonli dam olishiga to'sqinlik qiladi. Abdulla aka birinchi darslikda aytgan gormonlar ishlab chiqarishga salbiy ta'sir qiladi va uyqu sifati tushib ketadi. Uni ustiga uyquga ketish ham qiyinlashadi. To'rtinchisi, kecha suv ichmaslik kerak. Gap umuman suv ichmaslik haqida ketmayapti. Og'izni ho'l qilgan ichsangiz bo'ladi, lekin to'yib ichmaslik kerak. Birinchidan bu buyraklarga nagruzka. Ikkinchidan kechasi hojatga chiqsangiz uyqu bo'linadi. Bu ham o'z o'rnida uyqu sifatini tushiradi. Beshinchisi, harorat to'g'ri bo'lishi kerak. Biologik soatlarimiz uxlashimiz uchun tana haroratini atayin pasaytiradi. Bu tanaga energiyani kamroq sarflashga va tana dam olishiga yordam beradi. Aynan shu sababdan siz o'zingizni issiq his qilganingizda uxla olmaysiz. Uyqu sifatini oshirish uchun xona issiq bo'lmasligi kerak. Ozgina sovuqroq bo'lsa ham hech narsa qilmaydi. Oltinchisi, ketma-ketlik bo'lishi kerak. Odat shakllantirish uchun bu muhim jarayon. Chunki ketma-ketlik miya uchun aniq tushuncha beradi. Uxlashdan oldin o'zingizga kichik an'ana qilib oling. Albatta bu undan oldin aytib o'tganlarimizga zid bo'lmasin. Masalan, tish yuvdingiz. Undan keyin ozgina xoningizni yig'ishtirdingiz. Telefonni zaryadga qo'ydingiz. Keyin 20 bet kitob o'qidingiz. Buni har kun qaytarsangiz, hech bo'lmaganda kun ora qilgan taqdiringizda ham uyquga ketishingiz ancha osonlashadi. Bu uyquga ketish uchun asosiy qoidalar. Endi ertalab uyg'onish haqida gaplashsak. Biologik soatlarni tushundik. Uxlashimiz uchun yorug'lik bo'lmasligi kerak ekan. Yaxshi, sifatli va tetik uyg'onishimiz uchun xuddi shuni teskarisini qilishimiz kerak. Ertalab ko'z yorug'likni ko'rish kerak. Hech e'tibor qilganmisizlar, kimdir uxlab yotsa, pardani ochib yuziga quyosh tushirsangiz, odam ozgina turishga qarshilik qiladi-yu, lekin uxla olmaydi. Chunki ko'z yorug'lik ko'rganidan keyin uyg'onish jarayonlari ishga tushib ketadi. Shu sababdan siz ertalab zo'rg'a uyqusirab turgan taqdiringizda ham eng birinchi qilishingiz kerak bo'lgan narsa telefonga qarash emas, oynani ochib quyoshga, ko'chaga qarashingiz kerak. Shunda siz biologik soatlaringizni to'g'rilashni boshlaysiz. Va kechga sun'iy yorug'liklarni kamaytirsangiz, uyqungiz vaqtida keladi va uyqu sifati oshadi. Bu uyqu sifatini va tartibini to'g'rilash uchun sizga kerak bo'ladigan eng asosiy narsalar. Har qanday odam uyqu tartibini to'g'rilay oladi. To'g'ri, qaysidir odamlari kech uxlashga genetik moyilliklari bor. Lekin birinchidan ular juda ham kam foiz. Ikkinchidan ular ham uxlash vaqtini voqli qila oladi. Keyinroq bu mavzuga yana bir video chiqadi. Uni ichida uyqu mavzusiga chuqurroq kirishamiz. Bu video maqsadli inson ko'nikmalari deb nomlangan darsligimizdan biri. Klubimizda bunaqa videolardan yana 20 ta bor. Bundan tashqari yana 100 ga yaqin boshqa kontentlar ham joylaganmiz. Masalan, kitob tahlillari, falsafa, sport, moliya va hattoki chet el podkastlarini ham o'zbek tiliga professional dublyaj qilganmiz. Yopiq kanalimiz faoliyatiga 1,5 yil bo'ldi. Shu kungacha ko'plab ijobiy fikrlar olganmiz. O'ylaymanki, klubimiz yangi yilni sizga yangi bilim va ko'nikmalar bilan boshlash uchun katta yordam beradi. Obuna narxi ramziy ma'noda 88 ming so'm. Kanalga qo'shilishingiz bilan shu kungacha bo'lgan barcha kontentni ko'ra olasiz. Qo'shilish uchun Telegram orqali maqsad obuna akkauntiga plus belgisini qoldirasiz va sizga to'lov uchun maxsus bot havolasini yuboradi. To'lov xavfsiz va rasmiy servislar orqali ishlaydi. Sizni hamjamiyatimizda kutib qolamiz.